Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz podpishchilar, boshlangan kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. Bugungi ish kunimiz ham boshlandi, xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar. Bugungi ish kunimizning avzorini dantellarning original plastina podvedniki bilan boshlab beramiz. Bular ikki taka deyishi bo'ladi, 50-70 lik plastinasi bo'ladi, ko'rpa deyishi bo'ladi. Yurt turganmasdan rasmdagi bir chiqadi, ikki taka deyishli bu razmerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Razmerlar ham to'shin chiqadi. Bular kombinatsiya bo'lib ishlangan bo'ladi. Plastinasi qizil bo'ladi. Ko'rpa deyishining ichi qizil bo'ladi, usti oq bo'ladi. Taka deyishlar ham shunday bo'ladi, ichi qizil, üst tarafi oq bo'ladi. Bularning har xil suyutlari bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Xohlasanizlar seri yuraklilari bor, gulli variantlari bor. Bularning suyutlari ham ko'p. Chisiy original narsa. Ishlab chiqarish nima emas, o'ziga kelib ko'rsangizlar, bilasiz, sifatini o'zingiz ko'rasizlar, bilasizlar. Har xil suyutlari bor. Bular suyutlari ham ko'p, bemalol kelib ko'raverasizlar. Bularni juma aksiyasi aytib beramiz. Juma aksiyasida 1 va 2 may uchun 150 ming so'mdan aytib beramiz. O'zi bular 180-190 ming so'mdan sotilgan narsalar. 2 kun 150 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz. Bemalol kelib xarid etishlaringiz mumkin. Sizlarni salomatlikda kutib qolamiz. Podpisatsiya, like bosish yoddan chiqmasin.